Hurmatli obunachilarim, sizlarga men navbatdagi reklamamiz Damas avtomobili bo'ladi. Damazning qaranglar, narxini 3 million so'm arzonlatganmiz. Video oxirida kuzatib tursanizlar, chotki narxda qo'yib beramiz. 2013-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz, motorlari, hadoylari, korobkalari, zatli mostlarini umuman rasxoti yo'q. Mashina chotki sostoyanida 13lik diskga balonlar qo'yilgan. Mashinamizni salon qismına keladigan bo'lsak ham, mashina salonlari ham akkuratli qarab haydalgan. Oyoq tena polikga tashalgan, lelonima döşelen, chexollar ustompga qilingan, toza chexollar, patologlar koja, kolonkalari bor, maytafonlar qo'yilgan, boshqachasidan borlar ham görtüslar chotki taptozasidan qo'yilgan. Mashinamizning eng qiziqli yeri metan gazlar, vodaka metanmyoz как положение eng qiziqli yeri narxida bilasizlar, 43 million so'm bo'lsa, shitir tashab olib ketsangizlar bo'ladi. Yer yo'q, men avtokreditga chiqaraman desizlar. Faqat notariskiga qilib olsangizlar bo'ldi. Oldindan hech qanday to'lov yo'q, to'lovsiz. Oylik to'lovi 2 million 400 ming so'mdan 3 yil muddatga chiqarib olib ketsangizlar bo'ladi. Barter o'zingiz mashinangiz bo'lsa, Tiko yoki Matiz bo'lsa, kelib turib barter qilib, ustidan plyus musiga hisoblashib, xohlasangizlar yetmagan so'masini bankdan olib bersak ham bo'ladi. General demisam beriladi. Xohlasangizlar generaldan, xohlasangizlar familiya. Telefon nomerlar 90 912 3069. Bu videoni Damas qidirib yurgan danışuvchilar tashab qo'ysangizlar, 2 noyabr reklamamiz Damas avtomobilini 43 million so'mga qo'ydik, kelaverasizlar.